Tarovih namozining fazilati haqida ushbu hadislar eshitganmisiz? Eshiting. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: Afdolus solati ba'dal farida salatul layl. Farz namozlardan keyingi eng afzal namoz tungi namozdir. Imom Muslim rivoyat qilgan. Va yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: Man qama ramazona imanan va ihtisaba g'ufira lahu ma taqaddama min dambi. Ramazon kechalarida iymon bilan va savob umidida bedor bo'lib namoz o'qigan kishining o'tgan gunohlari kechiriladi. Bu hadis Ramazon kechasini, tarovih ya'ni namozini o'qishning fazilati va u gunohlarga kafforat bo'lishini dalilidir. Kimki tarovih namozini mukammal ado etsa, u Ramazonni qiyom bilan o'tkazgan bo'ladi. Gunohlarning mag'firati esa hadisda keltirilgan iymonan va ihtisoban sharti bilan bog'liq. Iymonan deganda namozni ado etayotgan kishi Alloh taologa iymon keltirgan, uning va'dasiga ishongan, qiyomning fazilatiga va uning ulug' ajriga iqror bo'lgan holda o'qishdir. Ihtisoban degan esa u Allohning savobini umid qilib, riyo va boshqa dunyoviy maqsadlarsiz ixlos bilan ado etishlikdir. Tarovih namozini qoldirmaylik, birodarlar.